Bahar yaqinlashdi, garderobingizni almashlashingiz kerak. Bunda sizlarga Milano brend yordam beradi. Bahorgi toza kolleksiyalar gapda do'konning ichini umuman almashtirib tashlabdilar, davay obzor etamiz. Bahor emas, qaranglar, jinsidan bo'lgan nupagadi fason deysizlarmi, kilot fason deysizlarmi, ochiqroqi, temniyroqi, har xilisidan kelibdi qizlar. Yubka hammasi bahor emas, endi vecherniyat kiysizlar ham bo'ladi, doshli variantlar ham kelibdi. Bryuklarni klassik har xilidan bor qizlar, kelalaringlar. Endi shu choluvlar bilan moslab kiyishlaringiz uchun bizda har xil amerikanchalarga qizlar, kачествосidan gap yo'q, har xil rangidan bor. Bu yanga hamma yerda skidga tushib yotgan amerikancha emas, qizlar qaranglar, tikilishidan materialni e'tibor etinglar. Shaxsan o'zim ham kiyganman, yuvib siqib ishlataverasiz. Keyin bizlar to'lachadan kiyamiz deylar uchun bunda velikan razmerlarimiz ham bor. Ishini 7 xil rangi bor qizlar. Korishneviy, bolotniy, qizil, oq har xil ranglardan bor. Malak tashkil, hayt, iftorliklar, galilarimiz, qizchalarimiz uchun ishning mozzi ko'ylak shtalarimiz keyin qaranglar, yana ham adrasiviymi, atlasiviymi materialda yumshoqqina. Bular standart 42 dan 50 gacha bo'ladi qizlar. Mana har xil variantda. Sochni bahor emas bo'lgan svetlari kelgan. Mana keyin hijobli qizlarimiz uchun ham uy ichida giymaka, ishning iftorliklarga giymaka ro'moli bilan dimxo'shroq, tipa sportivniy и двойка sifat narsalarimiz kelgan. Buni ham har xil svetlari bor qizlar. Hammasi ro'mollari bilan. Bryuklar ham keng turadi, bu figurani bildirmaydi. Qaranglar. Shu xatar polisi домашний idegedon, sumalak tashkil iftorliklarga kelgan narsalar. Yashillab kelamiz uchun ishning yubka materialdan jiletchalarimizga qaranglar. Ishning modniy kostyumlarimiz kelibdi, material dumzo'r, bahorgi sezonli. Bu ham 52 dan 56 gacha bor ekan. Ishning har xil kostyumlarimiz qizlar, akkalarimiz uchun, yashillab kelamiz uchun jaketlar. Har xili bor qizlar. Hammasidan rasmiy bor. Koja jaketlarimiz, jemper materialli jaketlarimiz, yana chitir materialli jaketlarimiz hammasidan bor. Vibrdan ko'p. Yosh katta akkalarimiz uchun 54 dan 60 gacha ishning velikan razmerda. Bir ko'ylakda yursam boshqacha bo'laman deydi-ku, yengil ishning ustidan ildirib oladigan kostyumchiklarimiz kerak. Klassikani sevadigan uchun ishning отдельный pijaklarimizga qizlar qaranglar. Isha o'qisha hamma emas. Keyin eminda kostyum chaluvlarimiz ham kelgan, bahor emas, qizlar qaranglar. Sevdim men buni ranglarini, dim sochning mozzi ranglari kelibdi. Razmerlar ham 42 dan 56 gacha velikan razmerlarimiz ham bor qizlar. Har xil. Materiallar ham yumshoqqina hizzat kiyasizlar. Davlat ishida ishlaydiganlar uchun klassik variantda har xil yubkalarimizga qaranglar. Fransuskiy dilinada turadi, ribka fasonli. Shiroki duradigan keng har xil fasollarimizdan bor qizlar. O'rtacha узкий duradigan yubkalarimiz. Sholkoy hammasini materiali har xil. Bularni hammasidan razmer topsangizlar bo'ladi. Keyin oyoq kiyimlar bo'yicha dim ko'p yugurgan qizlar tufli deysizlarmi, krossovka deysizlarmi, makas deysizlarmi, даже сеточный makaslaricha kiygan. Qizlarjonlar, keyin do'konimizda ishning klassik uslubdagi kostyum bryuklarimiz kelgan. Xohlasangizlar bog'ini poylab, xohlasangizlar yechib kiysangizlar ham bo'ladi. Do'konimizda har xil rasvetkalar va razmerlaridan bor. Keyin yoshi katta akkalarimiz uchun ishning naturalniy tilqidan bo'lgan 2 xil rasvetkada 52 dan 60 gacha bo'lgan razmerda ko'ylaklarimiz kelgan. Har xil bichimda markiza ko'ylaklarimiz ham kelgan. Kelaverasizlar.